Bemalolchilikda sharoit yengil bo'lganida namoz o'qish ham oson, roza tutish ham oson, Allohning qulchiligini qilishlik oson bo'ladi. G'azabni yutish, ko'zni tiyish. Ammo shunday holatlar bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi. Safarda yuribsiz 6 oydan beri. Ko'zni tiyishni ayting. Pul kerak bo'lib turibdi, 2 og'iz yolg'on gapirsangiz, yaxshigina pul keladi. Mana shu holatda sinalar ekan siz bilan bizning kimligimiz. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Alloh taolo aytadi, odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yilishni o'yladilarmi? Sinov albatta keladi. Imtihon albatta keladi. Shunda banda yo Allohning roziligini tanlaydi, yo o'zini dunyoviy manfaatini. Masalan, qarang. Ona turibdi, xotin turibdi. Bitta hovlidasiz. Ona qarib qolgan, injiq bo'lib qolgan, talablari ham ma'qul emas, qarib qolganda xullas injiq bo'lib qolgan. Ikkinchi tomonda ayoli turibdi. Tinch, totun, farovon, xotirjam, sakinatli hayoti xotini bilan bo'ladi. Shunda qaysi tomonni tanlaydi o'g'il bola? Qaysi tomonni tanlaydi? Mo'min odam onasini tanlaydi, bu masala, bu savol emasmi? Ammo mana shunday holatga tushganda endi bilasiz kimligingizni. Safarga chiqqanda bilasiz kimligingizni. Zinoga sinov imtihon kelgan paytda bilasiz kimligingizni. Ana shu imtihonlardan bittasiga misol. Uyimni sotaman deb e'longa qo'yib qo'ydingiz, bir necha yil turdi sotilmasdan. Keyin birov keldi, 50 mingga kelishdingiz. Qo'l qoqdingiz, ertaga pul olib keladigan bo'ldi. Alloh taolo sizni sinadida 60 ming beraman degan xaridor keldi. Boyaga ahdingizdan o'zi savdo pishdi, harom endi bunday buzishlik. Baraka bo'ldi, oldim, sotdim dedi, ertaga pul olib kelaman dedi. O'tgan zamon fe'lida aytdi. Yoki mashina purishlar. Yaxshi pulni taklif qilyapti. Shunda mana sinov. Shunda sinov. Endi boyaga uyda qimmatroq pulga olaman degan odam kelgandan keyin nariga birinchi odamga bahona istaysiz. Dadam unamayapti, o'g'lim qarshilik qilyapti. Nima qilasiz shunda? Mana shu ham sinov birodarlar. Bizni Allohga bo'lgan muhabbatimizni sinashda bitta yo'li, Alloh rozi bo'ladigan ishni qilamizmi, nafsimiz xohlayotgan ishni qilamiz. Shundan bilsak bo'ladi. Mana shu bo'lib o'tgan voqea qissalardan bir yosh yigit tijorat boshlab, kichkinagina bir uyda turar edi. Katta bir uyda arzon pulga sotib olishga imkon tug'ilib qoldi. Uncha puli yo'q sotib olgani. Nima qildi? O'ylandi, bankdagi bir nasroniy tanishining oldiga bordi. Bank foizsiz pul bermasligini bilsa ham boraverdi. Borib pul so'raganida haligi nasroniy kishi aytdiki, "Oshna, sen musulmonsan. Bank foizsiz pul bermasligini bilasan. Seni dining bu narsa harom" dedi. Haligi yigit aytadi, "Yuzimga shapaloq bilan urgandek bo'ldi. G'ayridin odam menga dinimda ta'lim beryapti menga." Shu yerda nima dedi yigit? Nasroniy odam menga ta'lim beradimi? Tashqariga chiqib o'ziga ta'sir qilib aytdiki, "Vallohi Robbim kerak emas bu uy" dedi. "Eski uyimda yashayveraman, ammo senga osiy bo'lmayman" dedi. Qalbi ezilgan holda do'koniga yetib keldi. Do'koniga yetib kelsa, qarang, bir do'st kutib turgan ekan. "Og'ayni, yarim soatdan beri kutyapman. Falon mamlakatga faloncha yil ishlagani ketyapman, faloncha pulim qolyapti. Senga tashab ketaman, kerak bo'lsa ishlatib tur. Xat kelganda berasan." Allohning javobi birodarlar yarim soatga qolmadi. Nima degan edi bola? Parvardigor, kerak emas bu uy. Eski uyimda yashayveraman, ammo senga osiy bo'lmayman deganmidi? Birodarlar, har qanday imtihon uzoq bo'lmaydi. Juda ham qisqa bo'ladi. Qisqagina muddat. Ha yo deb qo'yishlik kerak. Bir kun kelar mashaqqat, 2 kun kelar, lekin nima bo'ladi? Tugaydi baribir kuni. Allohga bo'lgan muhabbatimizni unga bo'lgan itoatda sinaylik.